Eldor Shomurodov hamda Abduqodir Husanov o'zbek futbolining Ronaldo hamda Messisiga aylanib boryapti. O'sha 10-yillarning avvalida Ronaldo bir kechada 3 ta ursa, ertasiga Messi 3 ta gol bilan javob bergan. Har kun, har turda mana shunaqa raqobatni ko'rib o'rganib qolgan bir avlod shakllangan edi. Abduqodir bilan Eldor bir-biri bilan 1,5 oydan beri mana shunaqa yaxshi ma'nodagi kurash o'ynashyapti. Juda zo'r bo'lyapti. Eldor Shomurodov ayni mana shu raqobatni kutayotgan ekan. Esingizda bo'lsa, Shomurodov Abduqodir Husanov Manchester Cityga o'tishidan avval, boshlovchilar chiqishidan avval Romada umuman ishlar yurishmayotgan edi. Ranieri uni maqtardi, lekin asosiy tarkib mayli zaxira futbolchisi o'laroq ham maydonga tushmayotgan edi. Zaxirada bo'lardi, oxirgi daqiqalarda hatto tushmay ham qo'yaverardi. Lekin Dobikning jarohati va yana ba'zi o'yinlar sabablar Eldor Shomurodovga imkon bera boshladi va Eldor shu transfer oynasi yopilishidan sal avval boshqa klubga o'tishi mumkin degan taxminlar yangilayotgan, boshqa klub qidirilayotgan paytda jamoaning muhim gollarini urdi. Muhim pallalarda katta sahnaga chiqdi va Ranieri birdan yo'q dedi. Eldor bizga kerak dedi va u yana Rimda qoldi do'stlar. Bu tomonda esa Abduqodir nimalar qilganligini ko'rdingiz. Birinchi xatodan keyin o'zini tuzatib olish, Chempionlar Ligasidagi Manchester City'dagi debyuti, Viniciuslar bilan yana boshqa liderlar bilan, Muhammad Salah bilan bir oyning ichida shunaqa ko'p narsa bo'lib ketdiki, Abduqodir Husanovning hayotida, faoliyatida rast qo'yavering. Eldor esa bu paytda sekin uyg'ondi. Uyg'onganda ham dahshatli tarzda uyg'ondi.